odamlar kutuvlari o'ta noto'g'ri. Noto'g'ri kutuv qayerda paydo bo'ladi? Misol uchun til o'rganmoqchi kimdir, mana oldimga juda ham ko'p odam mana shu zaпрос bilan keladi, til o'rganish bilan. Ularning xayolida nimagadir oson bo'lish kerak bu narsa. Ya'ni izначально qiyinchilikka tayinlanib, mana bunaqa narsada bu yomon yoki yaxshi narsa yo'q, san'at отношением bor xolos degan gap bo'ladi-yu. Taxminan shunaqa. Intizom shundan shakllanadi deb o'ylayman. Misol uchun agar ertalab turish yoqimsiz bo'lsa, nuda yoqimsiz, shu yoqimsizligicha qabul qilish kerak. Ya'ni ichingizda qanaqadir negativ emotsiya uyg'onishi kerak emas bu narsaga nisbatan deb o'ylayman. Intizom bu bardavomlik, o'ziga bergan nima deydi, mana bitta statistika keltiraman shu yerda, raqamlar gapirsanda, erkak deydi, ayol deydi, raqam aldamaydi hech qachon. 120 ta onlayn kursda o'qiydigan odamlar bu endi SNG statistikasi. Bittasi oxirigacha o'qirgan, to'langan kurs haqida gap ketadi. Juda ham dahshat deydi. Bu degan 0.8% inson oxirigacha yetib boradi. Umumiy olib qaraganda. Odamlarning kutuvi ajoyib, ular kechqurun motivatsiyani olishadi, bitta rolik ko'radi, muzika ko'radi, boshqa ko'radi. Motivatsiya paytida hamma narsa oson tuyuladi. Pul topish oson tuyuladi, ishlash oson tuyuladi. Ertalab turyapsiz, yuguryapsiz. O'zi asli birortasi oson jarayon emas. Hammasi qiyin, ter to'kish kerak, ertalab turish kerak, shirin uyqudan kechib ko'cha sovuq minus bo'lib yotibdi, ko'chaga chiqish kerak, yugurish kerak. Mana shu narsani zo'r deb o'ylashadi. Reallikda, ya'ni ajdaniya bilan reallik bir-biriga to'g'ri kelmagani hisobiga intizom buzilaveradi har safar. Men o'ylayman, odam real qarash kerak, ayniqsa erkak kishilar hayotga.